birinchi o'rin bilan qolgan. Abituriyent test markazi imtihonidan eng yuqori 182 ball birinchi o'rin bilan talabalikka tavsiya etilgan. Abituriyent uchun qaysi davlat bo'lishdan qat'iy tanlashda mana bitta Wolverhampton ekan, Angliyaniki, bitta Singapur ekan, bitta Malayziya oliygoh ekan, Xiamen universiteti. Qaysi oliygoh tanlashlaridan qat'iy nazar viza xarajatlari va aviabilet xarajatlari kompaniya tomonidan to'liq qoplab beriladi. Mana shu o'quvchimiz tabriklaymiz, 182 ball bilan talabalikka tavsiya etilib, Shomurodov Amirxonda tabriklaymiz. O'tgan imtihonda o'tirmagan.